Bu jonim bilan bir kunda shunaqa ishtonchalardan naqd 400 ta tikdik desam ishonasizlarmi? Bu issiqqina, yumshoqqina ishtonchalar qish uchun mo'ljallangan. Ko'k rangligi bo'lsa o'g'il bolalar uchun. Tinim bilmas bu jonim shuncha ishlardan ortib, har kuni 300 ga yaqin shunaqa ishtonchalar ham tikadilar. Albatta bu zakazga qarab. Buni o'rnida boshqa kiyim ham bo'lishi mumkin edi. Bu jonim bilan ikki jon birlashib, bir kunda naqd 400 ta tikdik. Bu jonim mashinkani yangilabdilar. Shu sababdan ishlari yana ham yengillashib, tezlashib ham qopdi. Bu mashinka hattoki overloy ham qilar ekan. Hattoki mana bu iplarni ham bu jonim ad-dushi sevib ishlatar ekan. Bu ishtonchalarning go'zalligini aytmaysizmi? Bu jonim menga har bitta poloskasini qatga qo'yib qanaqa tikishgacha ko'rsatib berdilar. Shu bahonada men ham eng yomon ko'rgan ishim bo'lgan tikishni ham o'rganib oldim. Bu jonim bilan mazza qilib tikishni o'rganib suhbat qurayotgan vaqtimizda uyimizda Человек-паук paydo bo'ldi. Eng qizig'i shundaki, bu safar u qizil emas, ko'k rangda. Timur Pavuk. Aniq bilaman, siz ham ukangiz ora-orada yangicha qiliqlari paydo bo'lib turadi. Undan tashqari bu jonim gullarni va boshqa narsalarni ekib parvarish qilishi juda ham yaxshi ko'radilar. Qalampir, baqlajon, pomidor va bolgarskilarni hovliga chiroyli ekib qo'yganlar. Aniq bilaman, siz ham shunaqa bu joningiz bor. Mendan uzoqlashmang, bundan qiziqlari hali oldinda.